Akalar assalomu alaykum. Bugungi nasib qilgan ekan, Xudo xolisi Buxorodan turib akamiz to'lov qilib berganlar, mashinani olib kelib berdik. Avgustdan beri akamiz bilan gaplashamiz. 25-yil kuzov mashina olaman deb niyat qilib qo'yganlar va 25-yil kuzovga dekabr oyida to'laganlar. 2025-yil 5-fevraldan chiqish boshladi. 15-fevralda akamiz to'lov qilib berdilar. 15-martda mashina keldi. Keyin poligonga o'chirtiga bir kun qolganda Lipmotor zavod taqiqlanib qoldi, sertifikatsiyasi. Keyin oradan voh o'tdi, yo'l ochildi. Bugungi nasib qilgan ekan, mashinani olib chiqib berdik. Shunaqangi biz sabrli klientimiz ekan, 5 oy deganda ishlari bitdi-da. Aka, bunday podpischilarga o'tib berorsiz. Jalbadan aytib to'g'ridan to'g'ri. Jalbamiz yo'q. Assalomu alaykum Jahon Motors podpischiklari. Mana shuncha vaqt kutdik. Bu yerda Jahonni ham ayblari yo'q. Xudoga ming qatna shukr. Shu kunga nasib qilgan ekan, mana mashinani shu kun olib chiqib ketyapmiz. Sizlarga maslahatim, Jahon Motorsni tanlanglar, tanlovda adashmaysizlar. Shuncha kutgan bo'lsak ham, bola bir marta ham orqaga yo'l qilmadi. Doim oldinga, "Aka, sabr qilib turing, hammasi bo'ladi" deb o'zim ham buni qistalamadim. Ana Xudoga ming qatna shukr, shu kunga nasib qilgan ekan, mana mashinani olib Buxoroga yo'l olyapmiz. Buxorolik, Samarqandlik, Farg'ona, Andijon qayerda bo'lishingizdan qat'iy nazar Jahon Motorsni tanlanglar va tanlovda adashmaysizlar. Gap yo'q, aka. Yaxshi kunlaringizga bersin. Rahmat Jahon hammasi. Bizlar tomonidan hech qanaqa zadержка bo'lmadi. Prosta qonunchilikda sal o'zgarish bo'lgan hisobiga mana bugungi nasib qildi olib chiqib berdik. Keyin sizlar ikki oz motivatsiya berib yuborsangiz podpischilarga. Mashina kutganimizdan ham zo'r. Kutganimizga arziydigan mashina bo'ldi. Главное, что shunaqa ko'rdingizlar, hech qayerda bo'lmagan narsa bo'ldi, hech kim kutmagan narsa bo'ldi. 4 oy kutgandan keyin yana 1 oy poligon masalasida shuncha anaqa ovoragarchiliklar bo'lishiga qaramasdan, mana shu inson bizga shunaqa motivatsiya berib, ishontirib, "Opa, hech qaysi mashina chiqmasa ham sizlarning mashinalar chiqadi" deb bizga motivatsiya berib turdilar. Главныйsi mana shu deb o'ylayman. Vashi tanlaganimizdan, Jahon Motorsni shu mashinani tanlaganimizdan juda ham xursandmiz. O'ylaganimizdan ham zo'r, salonlariga ham gap yo'q. Biz juda ham xursandmiz. Jahon Motors ham minnatdormiz. Rahmat sizga kattakon. Sog' bo'ling. Rahmat sizga. Xudo xolis bu mashinamiz to'g'ridan to'g'ri Buxoroga ketyapti. Agar sizga ham buyurtma asosida tayyor mashina kerak bo'ladigan bo'lsa, Jahon Motorsga aloqaga chiqing. Qo'ldan kelgancha tezlashtirib ishinglarni hal qilib berishga harakat qilamiz. Kommentariyada fikringlarni yozib qoldiringlar. Bu videoni eng yaqinlarga yuborib qo'yamiz. Sog' bo'linglar.